Og'a siz zo'risiz. Sizdan zo'ri yo'q, og'a. Minecraft o'yinining o'zining logikasi mavjud. Ba'zi fizika qonunlariga bo'ysunadi, ba'zi esa yo'q. Bugungi videoda men Minecraftning 3 ta g'alati logikasini tekshirib ko'raman. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sizlar hammamiz bilamizki, oddiy golemning qurilishi mana bunaqa. Do'stlar, endi golemni mana bunaqa qursak, golem qurilmaydi ekan. Ikki tarafiga fakkel qo'yamiz, keyin boshini qo'yamiz. Golemni mana qurilmadi. Endi bitta fakkelni olamiz. Endi yana qurilmaydi. Endi bu fakkelni ham voy qo'lni varapam bechora golemni qo'lsiz qoldi bechora golem. Endi qo'yib qo'yaylik qo'lni. Endi fakkelni tanasiga qo'yib ko'ramiz. Endi oshqovadi vayloy nima qo'yardim. Oshqovni qo'yamiz. What the fuck? Bu kim edi bu? Qodir Ali? Do'stlar, mana ikkinchi logikaga o'tib oldik. Hozir bu logikani tekshirib ko'ramiz. Birinchi bo'lib instrument qurib olamiz. Hozir 5 minutda qurib tashlaymiz. Instrument quroq deydi-yu, tezlashtirilmagan kadrda mana qurdik do'stlar. Endi jitillarni qo'yib chiqaman. Hozir qo'yaman. Do'stlar, endi jitilni qo'yib olamiz. Sizlar endi bu ahmoqona logikani tekshirib ko'ramiz. Qaranglar do'stlar, asal blokni o'rtasida o'qimiz o'tadi, qaranglar. Ana jitilga tegdi. Endi slime blokdan otib ko'ramiz. Qaranglar do'stlar, ichidan o'q o'tmaydi, qaranglar. Shim o'tmaydi. Ana o'tmadi. Bu o'tmayapti do'stlar, pastga tushib ketyapti o'q. Endi do'stlar qaranglar, asal blokni o'rtasidan savdolashsa bo'ladi, qaranglar. Ana do'stlar, savdolashdik. Do'stlar, endi oxirgi logikaga keldik. Hozir 5 minutda tekshirib beraman bu logikani. Do'stlar, turburcha nasib qilib olamiz. Bedrockdan keyin mana bunaqa qayerga qo'yib olamiz. O'zi buni suv bilan bajarish kerak edi. Men suvsiz bajaraman. Do'stlar, o'tish kerak. Hozir harakat qilyapman. Voy do'stlar, boshdan qilib ko'ramiz. Bu joyga qo'yib, davay. Ana do'stlar, o'tdi do'stlar. Bu lifehack o'xshaydi ekan, ya'ni logika o'xshaydi ekan bu. Do'stlar, mana bitta bugunga yetadi. Videom sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'linglar. Shu videoga 25 ta like qilsanglar, yangi video chiqadi.